Menda birinchi marta, natijasi esa meni hayratda qoldirdi. Soat 11da boradigan joyim bor edi va tezda uy yumushlarimni tugatishim kerak deb kir moshinaga kirlarimni soldim va choy qoldig'idan qolgan barcha sarg'aygan idishlarni Bavi mahsulotida yaxshilab tozalab oldim. Mana do'posli holatlari. Sizlar ham qayerdir borsanglar, hamma yoqda joylamaguncha tinchimaysizlarmi? Xonamga kirsam, xonamga o'g'lim bomba tushirgan. Tezda hamma narsalarni joylab oldim va kiyinib yo'lga otlandim. Hech qanaqa makiyaj qilmadim. Sababi umrimda birinchi marta kosmetologiya markaziga tashrif buyurdim. Ko'p yillik tajribaga ega Durdona opaga o'zimni shundog'iga ishonib topshirdim. Ular asta-sekin o'z muolajalarini boshladi. Ular ishlatayotgan kosmetika hammasi original bo'lib, dunyo brendiga mashhur kosmetikalardan foydalanar ekan. Xonasidagi tozalik, saramjonlik meni hayratda qoldirdi va sizning har bitta savolingizga o'zining maslahatlarini ayamasdan javob berar ekan. Xo'sh, sizga natijasi qiziqmi? Bizga obuna bo'ling. Storieslarda natijasini sizlar bilan bo'lishaman. Hammaga rahmat.